Hammaga assalomu alaykum. Bugungi kunda bizga juda ham ko'p zaproslar tushyapti. Fast food, restoran, kafe, food truck, kafeyalar shunaqa biznesni qanday qilib avtomatlashtirish kerak va nima u narsa uchun kerak? Ko'pchilikda savol bo'layotgan, men monoblok olaman, kassamga bo'ldi, mana ishim bitdi. Yo'q, bunaqa narsa emas. Sizning monoblokingizga programma o'rnatiladi. Programma Windows bilan ishlaydi. Xo'p, hozirgi kunda biz AirPods programmani klientlarga taklif qilyapmiz. AirPods programmasi qulaylik taraflari birinchidan juda ham arzon programma. Narxini videoni oxirida aytib o'tamiz. Ikkinchidan, programmamizda abonentskiy to'lovi yo'q. Bu narsa ham klient uchun juda qulay. Internet programmaga shart emas. Programmani imtiyozlari juda ham katta. Ko'p narsalarni programmada qilishingiz mumkin. Xo'p, e'tibor berishingiz mumkin. Hozir bizda Wi-Fi'miz ulanmagan, o'chiq holatda turibdi. Biz programmaga kiramiz. Programmamizning nomi AirPods deb nomlanadi. Shu, mana hozir internet yo'q, e'tibor berishingiz mumkin. Programmamiz bemalol ochiladi. Har bitta ishchingizni o'zini paroli bo'ladi. Demak, ofitsiantda o'zini paroli, главный menejerda o'zini paroli, administratorda o'zini paroli. Hozir men parolda kiryapman, programmada полный доступ bo'ladi. Stolni ko'rishingiz mumkin. Bu sizning kafengizda bor stollar bu yerda ko'rinadi. Также siz kafengizda bo'lim ajratib qo'yishingiz mumkin. Misol, zal bo'limi полностью sizning zalingizda nechta stol bo'ladigan bo'lsa ko'rinadi. Ba'zi oshxona, katta restoranlarda ko'chada joylari bo'ladi. Masjidga siz bemalol mana saboy, somsaxona, zallarni alohida qilib qo'yishingiz mumkin. Также yangi zal ham qo'shishingiz mumkin. Mana misol создать новый зал и ruchkachasini bosib, masjiddan siz bemalol zalingizni nomini o'zgartirishingiz mumkin. Misol, 2-etaj. Сохранить qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. 2-etaj bo'lib chiqdi. Bo'ldi. Сохранить qilamiz bu yerda. 2-etaj zal. Qanday qilib sizning ofitsiantlaringiz zakozni qabul qiladi? Aytaylik, sizni oshxonangizga klientlar keldi, 7-stolga o'tiryapti. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda полностью menyu ochiladi. Mana morojna, misol morojna mana endi bizda primer qilib hozir ko'rsatilgan hamma tovarlar siz xohishingiz narsangizni bu yerga menyungizda nima narsa bo'lsa qo'shasiz. Mana men zakaz olyapman, hamma narsa bittadan bo'ldi. Bu yerda ko'rsatilgan narxlari bilan pechat bosadigan bo'lsangiz, stolingiz band, kuxnyadagi turayotgan chek printerdan sразу chek chiqib boradi. Oshpaz shunga qarab tovarni, blyudani tayyorlashni boshlaydi. 174 minglik bo'ldi. Zakaz nomeri 49 1838 da zakaz tushdi. Endi klientimiz boshqa klient kelyapti, takji mana boshqa stol tanlanadi. Har bitta bo'lim alohida qilishingiz mumkin. Misol, morojna bo'limiga smuzi, chay, kofe, vafli qo'shib qo'yishingiz mumkin. Mana misol, chorniy chay olyapti, bundan tashqari somsa olyapti klient. Hamma narsa ko'rinyapti. Pechat bosadigan bo'lsangiz, takji stol band, zakaz nomeri 50 37800 so'mlik bo'ldi. Administrator zakaz qabul qildi. Ofitsiantlaringiz ishlaydigan bo'lsa, har bitta ofitsiantning tagida ism familiyasi yozilgan bo'ladi. Yana bitta eng muhim narsa, ofitsiantlaringiz foizda ishlaydigan bo'lsa, ofitsiantlaringiz foizini mana shu obsluga degan joyga misol 15%, misol tariqasida aytayapman, ofitsiantingiz oladi. Mana o'sha summaga qo'shilyapti narx. Ofitsiant o'zi foizini o'zgartira olmaydi. Siz oldindan o'zingiz qaysi foizga ofitsiant ishlasa, shu narsani belgilab qo'yishingiz mumkin. Также boshqa bo'limlar. Misol, somsaxonaga saboy bo'limiga kiryapman, klient kelyapti, saboy olib ketmoqchi zakazni. Saboy nechta xohlasangiz bemalol saboy zallarni qo'shib qo'yaverasiz. Xohlaganingizgacha 20 tagacha saboy bo'limini qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Saboy kiradigan bo'lsangiz ham xuddi shu menyu ochiladi. Saboyga yoki dastavkaga boshqa narxda ishlashingiz ham mumkin. Dastavkaga misol qimmatroq qo'yasiz balki siz. Shunaqa narsa qilsa bo'ladi. Keyin oshxonani programmasida yana bitta muhim narsa bu kalkulyatsiya va sklad omboringizning nazoratini olishingiz kerak. Misol, sizda fast food bor.
fast food primerida ko'rsatib beraman. Bitta hot dogingizga misol nechta sosiska, qancha markavcha, nechta non ishlatiladi. Bo'lmasa hamma narsa ingredient degan bo'limida ko'rsatiladi. Misol qaysi ovqatga qancha nima ketishini mana ko'rsatishingiz mumkin. Luk, kukuruz, stakan, misol kofe tayyorlaysiz, nechta tayyorlanadi. Misol sizga klient kelyapti, bitta kofe bering deydi. Bitta kofe zakaz bo'lganda avtomat tarzda omboringizdan bitta stakan minus bo'lib ketadi. Shunaqa joylari ham bor. Polufabrikati bu non, kotleta, sosiska shunaqa narsalaringizni ham bo'lsa polniy uchotini olib borishingiz mumkin. Поставщики qanchalik siz bozor qildingiz, nima narsa olib kelyapsiz kafengizga, polniy nazoratini bu yerdan olib borasiz. Inventarizatsiya degan bo'limi ham bor. Возврат, списание, aynigan narsalarni spisat qilishingiz kerak, чтобы оставкалariz tekishi uchun shu. Qisqa qilib aytganda, polniy kalkulyatsiya, ombor skladingizni nazorat qiladi. Xohlagan kuningizni отчетini qaysi chistadan qaysi chistagacha kerakligini tanlab ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, отчет eng muhim narsa kun davomida nechta chek urildi, ko'proq qaysi ovqat sotilganini, ko'proq qaysi ofitsiant savdo qildi. Ofitsiantlarga balki siz premiya ajratib berasiz. Hamma narsangiz ko'rsatiladi. Kunlik savdo bo'yicha Telegram bot ulangan bo'ladi. Programmaga telefoningizga polniy savdo bo'yicha sizga ma'lumotni Telegramdan yuborib turadi. Qancha qaysi bluda sotildi, qaysi ofitsiant sotdi, qaysi narx bo'yicha. Также programmaning o'zida xohlagan chistadan xohlagan chistagacha отчет olishingiz mumkin, ham programmada, ham telefonda. Har bitta ishchingiz bo'yicha ham отчет olishingiz mumkin. Misol, qaysi kassir sotdi, qaysi ofitsiant, mana ko'rishingiz mumkin, Aziz deb yozib qo'yilgan. Misol, to'lov turi, naqd, plastik, balki klik, balki payme ham ulangan sizda. Shu. Polniy hisobotingizni, pul hisobotini ko'ra olasiz. Kassaviy smeni. Kassada balki sizda 4 ta kassiringiz bor. Har bitta kassirni nazorat qilmoqchisiz. Qachon ishga kelyapti, qachon smeni yopyapti, smeni yopgan paytda qancha pul bor edi kassada, hamma narsa ko'rsatiladi. Kim bilan smen ochilgan, kim bilan smen yopilyapti, qaysi vaqtda smen yopildi. Shu. Polniy hisobotingizni bu tomonlama ham qilib beradi. Bu ekran очередь. Ekran очередьda ham ulayman, ko'chaga televizor ilaman deydigan bo'lsangiz ham shunaqa funksiyasi ham mavjud. Bemalol ko'chaga televizor ilib qo'yishingiz mumkin. Sizni kassiringiz zakaz qabul qilganda ko'chadagi klientga очередь ko'rsatiladi va chekida очередь yozilgan bo'ladi. Mana protsessi готово bo'lgan очередь monitori ham bor. Finans bo'limida kunlik отчет, naqd qancha, plastik qancha, klik shot qancha pul tushdi sizga, hamma narsalaringiz ko'rsatiladi. Programma men o'ylaymanki juda oson va sodda yasalgan. Sizni kassirlaringiz ham, ofitsiantlaringiz ham bemalol bu programmada ishlay oladi. Hozir men sizga kompyuter variant versiyasini ko'rsatib berdim. Также bu programmada mobilniy ofitsiant ham mavjud. Ko'p kishi xohlaydiki, meni ofitsiantim telefondan zakaz olsin. Приложение, mobilniy приложение ham bo'ladi. Ofitsiantingizga o'rnatiladi bu приложение. Bemalol klientingizning yoniga borib, zakaz qabul qilishi mumkin. Bitta litsenziya sotib olasiz va xohlaganingizgacha cheksiz telefon qo'shishingiz mumkin. Misol, meni ofitsiantim ishdan bo'shadi, men nima qilaman endi? Unga olib berdimmi programma? Yo'q, unaqa narsa emas. Bitta litsenziya olasiz, sizda parol login bo'ladi. Yangi ishga kelayotgan ofitsiant telefoniga programma ochib beraverasiz. Ortiqcha xarajat devolga mana blok uchun qilishingiz shart emas. Nastroykalar bo'yicha programma juda sodda va oson ishlashga. Ikki xil temani ham o'zgartirishingiz mumkin. Balki sizga oq yoqmaydi, bemalol siz uni boshqa rangga o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, qora rangda programma перезагрузка borib, mana qora rangda ochildi. Yana men eng muhim narsa, hozir hamma narsa sizga ko'rsatib bergan bo'lsam, e'tibor beringlar yana bir marta, internet programmada ulanmagan. Internet o'chiq holatda turibdi. Bu degani siz programmangiz bemalol internetsiz ham ishlab beraveradi. Oxiriga keldik. Bu programmamizni notebook, monoblok, даже mana hozir ko'rishingiz mumkin, elektron doskaga ham o'rnatilgan. Ofitsiantlaringiz telefoniga ham o'rnatsa bo'ladi bemalol.
Programmani 12 ta viloyat bo'yicha полностью установка qilib bera olamiz. Viloyatlarga AnyDisk programma orqali masofada sizni kompyuteringizga bizning xodimlarimiz ulanadi. Полностью установка обучениeni qilib berishi mumkin. Bemalol o'zingiz kompyuter texnikangizni oladigan bo'lsangiz, bizga tomonidan texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, har xil turda texnika bor. Yozib oladigan bo'lsangiz, podrobniy informatsiya videolarni texnika bo'yicha tashlab yuboramiz. Xo'p, sizlarga shunaqa programma, hisobot, kafe, restoran, sklad shunaqa joyingizda kerak bo'lsa, bemalol bizga pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Instagram profilimizga ham o'tishingiz mumkin. Установка qilingan proyektlarni ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol pastdagi qo'yilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.